Assalomu alaykum qadrli do'stlar, hurmatli YouTube'dagi bizning obunachilarimiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Bugun foydali videolardan biri bo'lishga harakat qilamiz. Chunki obzorimizdagi mashina Tracker 2 Premier Plus va Redline qilingan versiyasi. Bunaqa obusovkalarni o'zgartirgan. Mana bunaqa qo'yilgan, bakovalari ham. Endi savol. Og'ayni, Premier Plus bilan Redline'da o'rtasida qancha summa farq qiladi? 8 million 9 million atrofida farq qiladi. Endi yana savolda. Premier Plus olib Redline qilgan yaxshiroqmi yoki bo'lmasa birato'la ozgina pul sarflab Redline olgan yaxshimi? Premier Plus olib Redline qilgan yaxshi, arzonroq tushadi. Arzonroqchada. Ataki hech nima farq qilmaydi. Eng qizig'i gaz borasida ham akalar hech nima farq qilmaydi. Imенно Gazpro servisida qo'yilganda o'ziga xos ravishda qo'yiladi. Injektorlari ham, reduktorlari ham, albatta blok upravleniyalari ham. Videoda oxirigacha ko'rsanglar, ularni ham tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Emis blok upravleniya imенно bilasizlar 100% gazda harakatlanadigan Yevro standart, ya'ni zamonaviy avtomobillarga qo'yiladigan blok upravleniya. Ko'proq funksiya mavjud bunda. Qandaydir mashinada xatoliklar bor bo'ladigan bo'lsa, o'chirib boradigan funksiyasi ham mavjud. Bunga albatta qo'yishligi kerak bo'lgan sportivniy injektor, Dakota 1 ohmlik yoki 2 ohmlik yoki da Barakuda injektorlar qo'yishligi shart. Chunki mashinamiz turbina bo'lganligi uchun o'shanday sizga ot kuchini talab qilib sizdan so'rab oladi. O'sha narsani yetkazishlik uchun albatta unga sportivniy injektor qo'yishlik shart. Va italyanskiy Nordic reduktor. Reduktorimiz o'zining ot kuchi 170 gacha ko'taradi. Mashina ot kuchi bo'ladigan bo'lsa 136 ot kuchiga ega. Mashinaning zapaska qismiga nechtalik qo'yildi? Endi yana savol. Ko'pchilik beriladigan savollardan biri 60 talik balon bilan necha kilometr yuradi trekkerlar? Endi o'rtacha taxminan 500-550 atrofida shahar ichida. Har kimda o'zining yurishiga qarab, ama shofiriga bor. Qo'ldan qo'yadigan qilsa qanchalik foyda yo'q, qanchalik zarar? Qo'ldan qo'yadigan qilsa foydasi yo'q, zarari bor. Har tomonlama? Ha, tamom. Qo'yilgan zapchastlariga ziyon yetadi. O'zidan hid chiqarishni boshlaydi. Mashinaning yurishlari o'zgaradi. Eng glavniysi akalar, sizlarga yoqadigan narsa, bilasizlar, Gazpro servisida qo'yilgan garantiya butun respublika bo'ylab amal qiladi. Agarda mabodo shunaqa bizdan chiqib boshqa joyda pirdelka qilib qo'yib olinadigan bo'lsa, biz sizga bergan garantiyamiz amal qilmaydi. Sizga mabodo ish bilan bironta viloyatga chiqib qolganingizda, mashinangizda qanaqadir gazga taalluqli muammolar bo'ladigan bo'lsa, butun respublika bo'ylab Yevropa gazi o'zining rasmiy dilerlik markazlari bor. O'sha yerda borib bemalol muammosiz bartaraf qilib ketishingiz mumkin bo'ladi. Zapaskasining o'rniga 63 litrli balon qo'yilamiz. Eng kattasini qo'yishlikka harakat qilamiz doim. Ba'zi holatlarda 63 qolmagan bo'lsa, 59 qo'yishlikka majbur bo'lamiz. Ya'ni 63 tugagan bo'lganligi sababli. Vaholanki imkon qadar 63 qo'yishlikka harakat qilamiz. Bu taylarni ham shu izolyatsiya qilgan holatda Atika firmasiga tegishli armatura va Atika firmasiga tegishli balon. Balonlarni ham akalar 3-4 xil turi mavjud. Ko'pi Turkiyani mahsuloti bo'ladi. Atika firma ham Turkiya, Fesa ham Turkiya, Tugra makina degani ham Turkiya bo'ladi. Belarusning ham baloni bor va Xitoyda ham balonlari bor. Hamma balonning garantiyasi odatda 10 yil beriladi. Bularga ham 10 yil garantiya beriladi. Shuning uchun imkon qadar originalasi qo'ydiradigan bo'lsanglar, sizlar uchun foydali bo'ladi. Hamma balonlarga aytganimda 10 yil garantiya beriladi. Bu balonga ham 10 yil garantiya beriladi. Ya'ni zavod tomonidan o'zidan 10 yil garantiya beriladi. Sertifikat mabodo yo'qotib qo'ysangiz ham albatta har bitta balonda o'zining birkasi bo'ladi. Sifatli xizmatlar bo'yicha uni qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib kelishingiz mumkin. Gazpro servisda kutib qolamiz. Salomat bo'linglar.